Hürmetli vatandaş, yukarı işimizden devamını sözleyimiz. Bugünkü İslah 2021 yıl 5. ayının 31. günü vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı ne dedi? Bu verilgen mühlet, 3 aylık mühlet. Şununla beraber ki, deydi Çin Vijen. Çünkü Kompartiyasiga bizden kolumuzda paket var deb uçuq eytip qo'yishdan iborat. Biz sizlarning o'ylanishinglar uchun 3 oy vaqt berdik degandan iborat. Masalani sizlar tashabbuskorlik bilan topshiramsizlar yoki butun dunyoga e'lon qilamizmi? Ya'ni Jungo Kompartiyasi yuqumli virusga oid masalani sizlar tashabbuskorlik bilan topshiramsizlar yoki butun dunyoga e'lon qilamizmi? Agar masalani tashabbuskorlik bilan topshirsanglar, jinoyatda faqat Xi Jinping bir kishi o'zila huddiga oladi. O virus tadqiqotini o'zi o'rinlashtirib, o'zi qo'mondonlik qilgan bo'ladi. Agar masalani tashabbuskorlik bilan topshirmay, agar davomli dajab turib, tenib oladigan bo'lsanglar, undaqda jinoyat Jungo Kompartiyasi guruhiga yuklanadi. Qayerga ketib, qayerda qilishinglarni o'ylanib ko'ringlar. Hozir Kompartiyada rahbar almashtiradigan payt yetib keldi. Bu orqali Xi Jinpingni taxtdan tushishga majburlab, xalqaro sudning bartaraf qilishiga topshirib, Jungoning quloqu jandillarini o'zgartib, ayni chaqda Yaponiyada asosiy qonunni majburiy yo'lga qo'ygandek, Jungoda demokratik tuzumni yo'lga qo'yish. Har qanday kishiga shu narsa ayanki, Wuhan virusining Wuhanda tajribaxonadan chiqib ketganligining dalillanishi, Jungo Kompartiyasining yo'shirg'onligi va yuqumli virusning butun dunyoga tarqalib ketganligi insoniyatni hayratda qoldirgan bu delo tasodifiy chiqib ketdi. Bizning boshqa niyatimiz yo'q deyiladigan bo'lsa, undaqda yuqumli virusning tashqariga chiqib ketganligini yo'shirish bu jinoyatdir. İnsaniyeti yo'qotish jinoyatidir. Butun yer sharida millionlagan odam yuqumlandi. 3.500.000 kishi vafot bo'ldi. Ziyonkashlikka uchraganlarning oila tavobatlari cho'qim Jungo Kompartiyasidan to'lam to'latib oladi. 3 oylik vaqt ozmi emas, ko'pmi emas. Jungoda o'qimishliq odamlar hamda o'tirg'i sakrab chiqadigan vaqt keldi. Wuhan tajribaxonasida ahvolni biladigan afandilar, Rais Xi Jinpingning besimi ostida ahvolni yo'shirgan har darajalik amaldorlar o'rnlardan dasturib, haqiqiy ahvolni oshkorlanglar. Dalil faktlar bilan ta'minlanglar. Tekshirishga yordamlashinglar. Moslashinglar. Jungo xalqining va dunyo xalqining afu qilishini qo'lga keltiringlar. Bu Çin Vijenning maqolasi obzor vatandoshim. Endilikda yana bir kichikgina xabar. Bu ishki gazet Jungoni haqoratladi. 1 milliard Jungolikning hissiyotini haqoratladi. Mavzuli xabar 5. ayning 30. kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungoning ichki tashqi tashviqotlarida yuqumli virusni Wuhan virusi deb atab, Jungoni haqorat qildi deb ayblandi. Amaliyot virus paydo bo'lgan yerning ismi bilan virusning ismini qo'shib atash xalqarada bir odat edi.
Belki Wuhan öpkeyallığı dep en buran atağallamı. Cungo matbuattırdan bu iki gazet, yani Remerbo Halk Gazeti. Yani biri yer şari vakt gazetiydi. Bu demekçe hazır Wuhan virusu, Cungo virusu dep bizni hakaret kıldыңlar dep arz kılıp etipti Cungo. Ya arz kılıp bir nokta arz kılışıma şikayet kılıp etipti Cungo. Şunun için bunu avval Cungo'nu hakaret degenler kim? Başka adam emas, üzerinin gazetleri Remerbo. Ona dekin yer şari vakt gazeti. Dep cevap verilipti bu haberde.